Assalomu alaykum. Bugun dardim ichimda degan kasallik, ya'ni gemorroy haqida gaplashamiz. Chunki buni ko'pchilikda bu kasallik uchraydi, ammo ko'plar gapirishga uyaladigan mavzu hisoblanadi. Gemorroy o'zi bu nima? To'g'ri ichak atrofidagi kengaygan venalar bo'lib, u ichki va tashqi ko'rinishda bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan sabab esa ich qotishi va ichki chiqarishlardagi kuchli kuchanish, bosim natijasida yuzaga keladi. Asosiy belgilari bu qon ketishi, og'riq, qichishish, tugunchani tashqariga chiqib qolishi kabilar bo'lishi mumkin. Endi bularga asosiy sabab esa uzoq muddat o'tirib ishlash, homiladorlik, semizlik va nasliy moyillik va bundan tashqari 50 yoshdan 50 yoshdan oshgan bo'lish asosiy sabablar hisoblanadi. Dastlabki bosqichlarda davolash juda ham oddiy bo'ladi. Buning uchun kletchatkaga boy mahsulotlarni iste'mol qilish kerak. Ya'niki mevalar, ko'katlar va shunga o'xshash mahsulotlar va agar u bundan tashqari ko'p suv ichish va suyuq ovqatlarni ko'proq iste'mol qilish talab etiladi. Agar u kattalashgan gemorroylarda esa uni albatta skleroterapiya, lateks bandligatsiya yoki jarrohlik yo'li bilan olib tashlash mumkin bo'ladi. Eng asosiy va muhim jihat shundaki, har doim ham qonli axlat bu gemorroydan belgi hisoblanmaydi. Bu boshqa ichak bilan bog'liq kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kim biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.